Yana katta mozorga xotira toshlarimizni o'rnatishga keldik. Ko'zimiz bir narsaga tushdi. Qaranglar. Shu kalonga so'nishni batarika bilan bir radio qo'yib ketishibdi. Kuni tun shu Qur'on duolar yangrab turar ekan. Savol beribdilar. Qabristonlarga Qur'on qo'yib qo'yishlik bo'lyapti karnaylarda. Shu joizmi debdilar. Yo'q, bu narsa aslo joiz emas. Bu shariatda tarix ko'rmagan narsadir. Qur'on tirik insonlar uchun nozil bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Muhammad, bu Qur'onni sizga barakali tarzda nozil qildik. Insonlarga undagi narsalarni bayon qilishligingiz va undan aql egalari eslatma olishligi uchun" dedi. Bu Qur'onda qanchalagan buyruq qaytariqlari bor. Unga faqat tiriklar amal qiladi. Alloh taolo tiriklar uchun bu Qur'onni nozil qilgan. Lekin odamlar shu darajada dindan uzoqlashib ketdi, ilmsizlashib ketdiki, Fuzoil ibn Iyaz rahimahulloh aytganlar kabi: "Innama nuzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan." Albatta Qur'on unga amal qilinishlik uchun nozil qilingan edi. Lekin odamlar uni shunchaki qiroat qilib qo'yishligini amal deb o'ylab olishdi dedi. Haqiqatan ham shunaqa zamonlarga keldik.